Ey, boru maza qilib uxlabman borku. Hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda men Umidman va mening kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarning kanalimni ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Nima gap tuzumizlar charchamayapsizlarmi? Bu otdimi, ketyaptimi bolalar? Xullas, bugun judayam zo'r uyg'ondim. Nimagadir boshqacha energiya bilan uyg'ondim. Shuning uchun jigarlar sizlar bilan birgalikda bugun nima qilamiz? Bugun sizlar bilan birgalikda kechga ajoyib bitta ziyofatni plan qilib qo'yganman. Shunaqa qilib sizlar bilan birgalikda bugun ziyofatni o'tkazamiz. Lekin undan oldin albatta bugungi planlarim bor. O'sha planlarimni barchasini bajarishim kerak. Hozir qo'lga birinchi navbatda mana buni olishim kerak va undan keyin esa ishni boshlashim kerak. Soat necha bo'lib ketibdi? Palaga obunachilar, soat deyarli 9 bo'lib qolibdi. Ha, ancha-muncha uxlab qo'yibmanmi deyman. Voy palakatdini. Bu yana kimni la'nati hazili bo'ldi? Ertalabdan meni ishga kechga qoldirib, "Ey, buni kim qo'ygan bo'lsang olib tashlasan." Balkim bu shunchaki fake video, kimdir qandaydir bir prank qilayotgandir katta ehtimol bilan. Yo'q, obunachilar, bu nimagadir fake video o'xshamayapti. Bu haqiqiy Bedrock. Barakat, hozir meni kirkam sinib ketadi. La'nati. Nima qilaman endi? Adminga qo'ng'iroq qilamanmi? Shu paytda ertalabda adminga yalinishim qoluvdi. Lekin uyimni sindirgim ham kelmayapti-da, obunachilar. Uyimni sindirsam hozir bekorga bilmadim. Undan ko'ra kelinglar biroz adminga aytib ko'ramiz. Bu Bedrockni kim qo'yib ketgan ekan? Bedrock faqat hakerda bo'lishi mumkin. Nima, haker buni qo'yib ketdimi? Yo'q, haker lekin hazillashsa bunaqa hazillashmaydi ham. U hazillashsa seriozroq hazillashadi. To'g'ri, u hazillashmaydi, u asabga tegadi. Albatta nimadir garov yopib qo'yadi yoki nimadir qiladi. Shunchaki uyimni Bedrock bilan o'rab qo'yish ham mumkin edi, lekin bitta Bedrock shunchaki eshikdan chiqmasligi uchun ajoyib gap bo'lishi mumkin emas. Tak, mayli, gapni cho'zmasdan adminga qo'ng'iroq qilaylikchi. Xo'sh, ko'tara qolsa-da. Halo, Minecraft admin ishladi. Miko, nima gaplar? Salom admin, yaxshimisan? Charchamayapsizlarmi? Ishlaring qalay bo'lyaptimi? Ishlar 5. Xo'sh. Nima gaplar o'zingda? Menda hammasi yaxshi. Admin, bilasanmi, meni yonimga tipa qilib turib, mana bu eshigimdan chiqishdagi Bedrockni olib tashlay olasanmi? Sababi mana shu Bedrock shunaqangi asabimni o'ynayaptiki, eshikdan chiqa olmayapman. Shuning uchun mana shu Bedrockni olib tashlash kerak. Balaga to'g'risi hozir endi uyqudan turgandim-da, hali Minecraftni ham ochmaganman. Mayli bo'pti, ishga kechga qolayotgan ekansan, hozir bir daqiqa telefonni qo'ymay tura olasanmi? Albatta, bemalol. Mana login qilyapman. Xo'sh, Minecraftga kirdim. Login, admin, xo'sh, parol, stop, voy palikat, xato yozib yubordim. Uzr, mayli, hech qisi yo'q, bemalol deyapman-ku. Xo'sh, parol yaxshi. Voy, palakat, nimagadir bu parol ham ochilmayapti. Tushunmadim. Oxiri D-midi yoki A-midi? Tushuna olmayapman. Nima bo'lishi mumkin edi oxiri? Oxiri bilmadim endi, uni o'zingdan so'rash kerak. Axir senda Minecraftdagi eng kuchli, eng yaxshi xavfsizlik tizimi-ku. Menimcha shuning uchun ham kira olmayapman. Palakat, akkauntimga kira olmayapman. Akkauntingga kira olmayapsan? Qanaqasiga? Seni akkauntingga kira olmasang nimalar bo'lib ketishini bilasanmi? Rostdan ham akkauntimga kira olmasam nimalar bo'lib ketishini bilasanmi? Bilaman, lekin akkauntingga kira olmading degani bu meni aybim deganimi? Yo'q. Nimaga unda menga jahl qilyapsan admin? Yaxshisi kompyuteringni tekshir, balkim biror bir faylda, biror bir dokumentlaring ichida akkauntingni paroli turgandir. Yo'q, odatda hamma parollarimni miyamda saqlab yurardim. Miyang o'zidan-o'zi avtomatik o'chirib yuborish qobiliyatiga egaligini bilasanmi? Shu nima desam ekan, palakat, mayli bo'pti. Hozir telefonni qo'yib turmasam bo'lmaydi. Palakat, admin kalla qo'y. Balki men senga yordam bera olarman degunimcha qo'yib qo'ydi. Mayli obunachilar, hozir adminning juda ham muhim ishi bor. Endi uni bezovta qila olmayman. Mana bu yerni sindirishimga to'g'ri keladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Admin zo'r. Palakat, lekin obunachilar, bu narsani hech kim umuman eshitib qolishi kerak emas, o'ylayapsizlarmi? Agarda adminni kimdir akkauntiga kira olmayotganini eshitsa, grifer kelishni boshlaydi, haker kelishni boshlaydi, butun boshqa qishloqlarni razrушение, nimalar deyapman, butun boshqa qishloqlarni buzib, destroying qilib, xullas hamma yoqni yashab bo'lmaydigan darajaga keltirib qo'yadi bu ikkalasi. Axir bu ikkalasi Minecraftdagi eng tentak o'yinchilardan biri va ular ban yesa ham yaramas haker imini shu griferni va o'zini bandan chiqaradi. Xullas, Minecraftni hak qilishga ulgurgan, lekin admin akkauntini hak qila olmagan.
Lekin xakerning qo'lidan keladi, lekin nimagadir qilmaydi. Bilmadim nimaga. Balkim uni kimdir yaxshigina qo'rqitib qo'yganmi, lekin obunachilar bu narsa rostdan ham yomonlarning qulog'iga yetib boradigan bo'lsa, yaxshi bo'lmaydi. Hattoki jitellarning qulog'iga bu narsa yetib borishi kerak emas. Obunachilar nima qilsam ekan? Mana bu yerda огороddagi kartoshkalarni olishdan boshqasiga o'tolmasligim bu meni alamimni keltiryapti to'g'risi. Chunki admin naqadar yomon vaziyatlarimda yordam bergan. Bilasizlarmi, obunachilar xakerdan necha marta qutqarib qolgan. Va endi navbat men unga yordam berishim, lekin qanday qilib yordam beraman, nima? Hozir men o'zimni shunchalik aqlli o'ylayapmanki, hattoki xakerdan ham aqlliroq o'ylab turib, janob Merning akkauntini ochib kiradigandek. Lekin ochib kira olamanmi? Obunachilar bir urinib ko'rish kerak, yana bilmadim. Mayli, janob Merga bu haqida aytish kerak obunachilar. Janob Mer bilsa, balkim u bu narsa qilar yoki qilmaydimi? Yo, katta ehtimol bilan qilishi kerak. Tak, obunachilar, yaxshi, mana shularni tez-tez ekib tashlayman. Yaxshi, ekib tashladim, gap bo'lishi mumkin emas. Xo'sh, ana endi janob Merning yoniga kiramiz. Janob Mer, eshikni yopib siz bilan hozir yaxshilab muhim narsa haqida gaplashib olmasam bo'lmaydi. Xo'sh, assalomu alaykum yana bir bor. Xullas, janob Mer, juda ham yomon xabar bor. Qanaqa xabar ekan? Bilasizmi, menimcha admin sizning qo'ng'iroqlaringizga javob bermayapti. Ha, xullas ertalab bunga uyimni tagida turgan bedrockni olib tashlashni so'ragandim va u bitta gapni aytdi. Xo'sh, gapirsangchi tushuntiribroq. U akkauntiga kira olmayapti, tushunyapsizmi? Akkauntiga kira olmayapti. Shunchaki parolini esdan chiqarib qo'ygan. Balakat, admini bo'lishi mumkin emas, Ha, parolni esdan chiqarib qo'ygan. Ishonavering, juda ham xafa bo'lgan. Bu narsani jitellar bilib qolmasin deyapman-da. Ha, buni menga ham aytmasligi kerak edi ochig'i. To'g'ri. Bu narsani sir saqlaymiz degan umiddaman. Albatta, bu narsani sir saqlamasak ham bo'lmaydi. Mayli, bo'lmasam, o'zingga qara-da, aytgancha, mana bu televizor bilan mana bu doskani olib tashlay olasanmi bu yerdan? To'g'risi hozir umuman kerak emas edi. Mayli, gap bo'lishi mumkin emas. Muhim o'tgan safargi go'limga o'xshab do'q-po'pisa qilmasangiz bo'ldi. Endi u go'lim o'zidan ketib qolibdimi? Ha, o'zidan ketib qoldi, nimasini aytasiz? Mayli, men adminga bir yordam berish yo'lini toparman. Ha, top, yaxshi bo'lardi. Ha, albatta. Obunachilar, sizlar o'zinglar kommentariyaga bu narsa deb yozib qoldiringlar. Adminga qanday qilib yordam bersam bo'ladi? Nima qilsam admin xalos bo'ladi va o'z parollarini eslaydi. Obunachilar, bilmadim. Barakat, mana buni qoldirib ketishimga sal qoldi. Tak, o'yla, izlan top. Umiko, sen har doim har xil narsani yechimini tezda topib ketgansan va o'ylaymanki, bunisiga ham tezda yechim topasan. Topmasdan qayerga ham borarding? Tak, oppa. Bitta joyni bilaman, obunachilar. U yerda juda ham yaxshi kompyuter bor. Ha, bu oddiy kompyuter emas, obunachilar. Bu meni uyimdagi mana bunaqangi notebook emas. U super moshni kuchli kompyuter va u Minecraftdagi eng katta, eng kuchli, eng zo'r kompyuterlardan biriga kiradi. Va u kompyuterlar bilan birgalikda man, obunachilar, o'ylayapsizlarmi, hattoki adminni ham akkauntini crack qilishim mumkin. Ya'ni взлом qilishim mumkin. Tushunyapsizlarmi, obunachilar? Agarda men bu narsani qila olsam, admin mendan juda ham xursand bo'lgan bo'lardi. Va akkauntini qaytarsam, obunachilar, yana Minecraftda tinchlik boshlanib, to'g'ri, hozir ham tinchlik, lekin bu tinchlikning vaqti chegaralangan. Xullas, davomiy tinchlikni Minecraftga qaytargan bo'lardim. Bo'lganda men hozir kompyuterni olib kelaychi, obunachilar, yo'qdan ko'ra bor yaxshi. Hozir sizlar bilan birgalikda adminning akkauntiga kirishga harakat qilib ko'ramiz. Qani ketdik. Parasat. Obunachilar, mana bu kompyuterni qaranglar, katta va bahaybatligini. Buning ichidagi butun boshli katta motherboard, nima deylardi? Materinskiy plata, obunachilar, yoki ona platasi. Buni kattaligini qaranglar, obunachilar. Mana bu video kartani qaranglar. Butun boshli tanamdan katta-ya. Balakat, uni ishlatishga mana shuncha narsalar kerak bo'ladi, obunachilar. Buni qaranglar, shuncha sovutish tizimlari, shunga o'xshash narsalar va eng qizig'i, obunachilar, bu shunchaki oddiy kompyuter emas. Buni qo'lidan siz o'ylamagan juda ham zo'r narsalar keladi. Tak. Keling, endi bunga mana bunaqangi monitor qo'yib olamiz, obunachilar. Xakerdan farqim qolmayapti-yu, ha. Keyin esa mana bu yerga mana shunday qilib, xo'sh, barakat tiyni. Nimaga bo'lmayapti, ha? Mana bu yerdan barakat, negadir qo'yib bo'lmayapti. La'nati, buni o'rnatib bo'lmas ekan. Mayli, hech qisi yo'q, obunachilar. Lekin qayergadir o'rnatilishi kerak-ku хотя бы. Mayli, shuni o'zi bilan ham amallab turamiz. Xo'sh, kelinglar, unda buni hozir mana bu yerga qo'yib chiqamiz. Tak.
Yaxshi. Hozir bu kompyuter bilan men birinchi navbatda o'zimning akkauntimni kreativga o'tkazib ko'rishga harakat qilaman. Xo'sh, mana shunday. Tak, tak, tak. Ishlaymiz, jigarlar. O'ylaymanki, ah, janob janob mer deb mana barakat. O'ylaymanki, adminni akkauntiga ham kirishga muvaffaq bo'lamiz. Obunachilar, menda komandni strak ochildi. Mana buni qaranglar. Endi men xohlagan komand bera olaman. Misol uchun, deylik, game mode 1. Obunachilar va men obunachilar o'ylayapsizlarmi? Kreativdaman palakat. Endi o'zimga kreativ bera olaman. Ha, bu kompyuterni olib xato ish qilmaganman. Buni qachon oldin deysizlarmi obunachilar? Buni ancha oldin olganman. Sizlar buni tarixini bilmaysizlar, lekin agarda buni tarixini bilishni xohlasanglar, buni alohida bitta video qilib qo'yganman. Shu videoga bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib, maksimal podderka qilsanglar obunachilar, men sizlarga mana shunaqa kompyuterni qayerdan olishni albatta o'rgataman. Mayli obunachilar, video ham bo'lsa, videoga bitta like bosish va kanalimga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, kelgusi videolarda men sizlarga albatta aytib o'taman. Janob adminni men bugun qutqara oldimmi mana shu kompyuter bilan yoki qutqara olmadimmi? Ya'ni akkauntni o'ziga qaytarib bera oldimmi yoki yo'qmi? Hammasini tezda bilib olamiz. Barchaga xayr, kelgusi videolarda ko'rishguncha.